bitta akkaunt topib qo'ydik va uni hozir obzorini qilamiz va o'zimiz reaksiyamizni bildiramiz. Hop, sizlarga keyingi video ikkinchi qismi chiqishini xohlasangizlar 30 ta kelsaysizlar bo'ldi. 30 ta like'dan ikkinchi qism chiqadi. Ikkinchi qismda qancha like qilishlaringizni aytaman. Biz unda akkauntni ko'rishga ketdik. Buraya kiramiz. Birinchi akkauntimiz bu akkauntda nima bo'ldi demoqchi bo'lsangizlar, hammadagi akkaunt bunda shu mana shunaqa narsalar bor. Hop, keyin bu yerga kirsak hech nima udoblaymiz. Nima? Birinchi bir match va 100-level qanday? Mana ko'rishlaringiz mumkin. Va 100-level kolleksiya, afsus kolleksiyalarni bekitib qo'ygan ekan. Hop, akkauntdan buyog'idan ko'radigan bo'lsak, akkaunt ichida shoot va keyin graza va 96lar va avuk bor ekan. Undan keyin pagamilar bor ekan va ultimate kumush bor ekan. Hop, akkaunt qachondan o'ynalib boshlangan? S2dan boshlangan akkaunt. Hop, mana hozir ko'ramiz. Hop, statistika o'tgan sezon o'ynalmagan, o'tgan sezon ham o'ynalmagan, o'tgan sezon ham o'ynalmagan va yana o'tgan sezonlar o'ynalmagan. Hop, bu qanday qilib bir match orqali 100-level bo'lishi mumkin? Menga shuni aytinglar. Topganlar kommentariyada yozib ketinglar. 30 ta like bo'lsa, keyingi qism chiqadi. 30 ta like'dan keyin. Agar shu videoga yaxshi deb 100 ta like'ni bor deysizlar, mana shu turgan akkaunt, yangi akkauntni obzorini olib chiqaman. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'linglar.